Hello do'stlar, sizlar bilan Master Shoh va bugun juda ham ajoyib o'yin qilamiz. Bu o'yinimizda mana Arsecraft o'ynamoqda va men Master Shoh. Biz juda ham ajoyib o'yin qilamiz. Bu tomon meniki, bu tomon esa Arsecraftniki va kim zo'r haykal qurish. Salomlashib oling Arsecraft. Kanalga obuna bo'linglar bolalar, hammaga salom. Sizlar bilan Bu yoqqa. Zo'r hammasi yaxshi, kanalga obuna bo'linglar. Like bosib qo'yishni unutmanglar. Bo'ldi. Xullas, eshitib olgan bo'lsangiz, biz nima quramiz? Shuni kelishib olishimiz kerak. Xo'sh, Arsecraft nima qursak bo'ladi? Menimcha hozir uy quramiz. Birinchi uy quramiz. Yaxshi Arsecraft, qani boshladik. Xullas, men o'z tomonimga o'taman. Nechiga necha uy bo'lish kerak? Farqi yo'q. Bo'ldi, juda yaxshi. Do'stlar, bu safar biz juda ham ajoyib uy quramiz. Men nima desam bo'ladi-ya? Eng uyni juda ham chiroyli qiladigan narsa mana shu, ya'ni barglar. Bu safar qaranglar do'stlar, juda chiroyli uy quraman men. Buni ko'rib lol qolasizlar. Demak, bu yerdan 1 2 xullas mana shuncha ko'taramiz, nechta bo'lsa ham. 4 ekan. 1 2 3 4 1 2 3 4. Yaxshi. Juda ajoyib bo'ldi. Xullas do'stlar, qanaqa tasavvur qilyapsizlar? Xunuk debmi? Yo'q. Ko'rasizlar hozir. Yerga bitta teshamiz. Bitta emas, ikkita teshish kerak o'zi. Mana do'stlar, ko'rsangizlar, men 2 qavat, ya'ni 2 blok pastga qurdim uyni. Endi buni atrofini mana bunday qilib chiqish. Yo'q, bunday emas. Ichkari tomoniga qo'yib chiqish kerak. Yo'q, bu blok menimcha bo'lmaydi. Mana shu blokdan qo'yaveramiz. Juda ajoyib bo'ladi. Mana do'stlar, ko'rdingizlarmi? Juda ham ajoyib bo'lyapti. O'zi tong ham otib qoladi hozir. O'shanda qanday chiroyli chiqqanini ko'rasizlar. Hali eshikni qanday qilsam zinali qilamanmi? Bir qavat pastga qilishim kerakmi? Hozir ko'ramiz. Eshik mana shunday bo'lsa yaxshiroq. Bu yerni bunday qilib qo'yamiz. Yaxshi. To'xtanglar-da. Mana. Eshik joyi. Endi bu yerni bitta blok kovlaymiz va qo'yib chiqamiz. Yaxshi. Okey. Endi bizga zina kerak. Ana juda ham ajoyib joy bo'ldi. Ko'ringizlarmi do'stlar? Nega past deb o'ylamanglar. Hali ikkinchi qavatni ham quraman. Ancha teparoqda bo'ladi ikkinchi qavat lekin. Mana do'stlar, juda ham ajoyib. Bu yerni endi yoritib chiqish kerak, yoritib. Endi bu yerga bir qavat qilib qo'yib chiqamiz. Xo'sh. Yo'q, bu bo'lmaydi do'stlar menimcha. Yaxshi, ajoyib balkon. Endi mana bu yerdan uyni ajratib olishimiz kerak. Aytgancha bu yo'q bo'lib ketdi. Mana. Yaxshi. Juda yaxshi. Bu yerga deraza bitta yetadi menimcha. Bitta deraza 3 talik bo'lishi kerak ekan. Ana endi to'g'ri bo'ldi. Bu yerga esa bitta, bu yerga ham bitta. Ajoyib. Va buni qo'yamiz. Sizlarga bir ajoyib narsani aytaman. Maslahatim. Derazani har doim 2 qavat qilinglar. O'shanda chiroyli chiqadi. Mana shunday qilmasdan undan ko'ra mana bunday 2 qavat qilinglar.
juda ajoyib chiqadi. Mana men yashaydigan uy bo'ladi hali. Survivalda. Agar shunaqa yana qursam. Buni endi tomini yopib chiqamiz. Mana do'stlar, tom ham bitdi. Juda ham chiroyli ko'rinyapti. Endi eshiklarni qo'yib chiqishimiz kerak. Aytgancha pastni tozalash kerak hali. Yoki nima, bu yerda yashaydiganlar bo'ladimi bular? Yo'q. Bu yerda yashamaydi hech qaysi. To'xtanglar, mana shu yerga. Xuddi shu yerga bol. Bol deb yozibdi. Arsaycraft. Bo'ldingmi sen? Hozir men ham bo'ldim. Xullas, uy jihozlari qo'ydingmi? Qo'yib bo'ldim albatta. Qo'yib bo'ldim deyapti. Yo'q, u kichkinagina yasab qo'ygan. Qanaqa yasagan bo'lsa? Xo'sh, men mana bularni qo'yib chiqaman. Yo'qol sen. Ikkita ekan bu yerda. Qo'yili. 5 ta. Endi bu burchakka tiqiladi. Qoch, tur yo'qol. Yana tirildi. Golem qo'yib yuboramiz shu yerga. To'xtanglar do'stlar, golem qo'yib yuboramiz. Mana. Hammang nasibangni ol. Tura qolsin. Demak, endi eshikni zamonaviyroqdan qo'yamiz. Bitta, ikkita. Aytgancha endi zina qilish kerak bu yerda. Zina mana shu yerda bo'ladi. Yo'q, bunaqasiga bo'ladi. Bitta qo'yilmagan va zato katta, juda ajoyib uy bo'ldi. Mana do'stlar, ko'ringizlar, juda ham ajoyib uy bo'ldi. Mana bu yerni qaranglar. Ana, endi Arsaycraft bo'ldingmi? Men yozib turgan joyda ozoq teshikirur. Yaxshi, shu yerdan. Ko'zingni qarab tur. Mana. Bu quvonchdan sen ko'zlaring yorib ketishi mumkin. Qayerdan kiradi? Bo'ldi, kirur. Mana bu yerdan kiraman. Endi esa qara. Hop. Bu minglab, o'rmonlar bilanmi? 900lab, 1000lab vaqtlar ketgan uy emas, zatto. Bu ichida mebellar bor, juda zo'r. Birinchi o'zing kirib ko'r. Qani, playmi? Nima edi? Parol. Parolni nima kerak bor? Parol eng keragida. Juda ham ajoyib. 4 esa bo'ladi, sening uyingda 4 yo'q zatto. Bitta xona ekan va tepasi esa tom ekan, shunchaki. Tepasi esa chertak bo'm-bo'sh hech bo'la. Yaxshi. Anaqa chiroyli, eng zo'r meniki. Bo'ladi. Sen uni natural qilibsan-da. Tabiatga katta, tabiat bilan birga ishlabsan, ya'ni. Zatto chiroyli. Menikini ko'r endi, menikini. Qara menikini. Zamonaviy. Nima bu? Bu eshak soliqlar uyga nima bu? Bir bochka-ku buning. Bochka emas, kirib ko'r ichiga. Bu nima bu? Nima uyga qolib qo'ygan bechorani. Bu yerda laska yotib, Skilar ham yotibdi. Ko'rsang, ko'r birinchi. Chiqib ko'rchi. Nima qanaqa kelyapti? Bo'ldi, shu xonaginami? Zato ikkita xona, balkon bor. Tepadan katta ko'rinadi, lekin tashqaridan. Bo'ldimi shumi? Bu qizig'i yo'q-ku buni. Kalalar ko'za qo'shib qo'y undan ko'ra. Mana shularga bitta ko'za qo'shib qo'y. Bu jolly Promax bo'ladi. Battar buzildi. Zo'r turardi, lekin o'zing bilasan, mayli. Bu sen o'zingcha sakrayverma, Arsaycraft. Bu uy meniki. Xullas, zo'r chiqqanda bu uy. Yo'q. Meniki zo'r chiqqan. Unda obunachilardan so'raymiz, bo'ladimi? Bo'ldi, keyingi raundga o'tamiz. O'tamiz. Birinchi mayli. Qaranglar, uydan qaysi biri chiroyli chiqdi, qaranglar. Mana 4 burchak. 4 burchak bu daraxtlar, o'rmon qilib qo'ygan. Artefaktning uyiga o'xshaydi bu. Artefaktning uyi oddiy qishloqdagi uy-ku. Mana shunga Biz o'xshaydi. kim zo'r qo'shib o'ynaymiz.
Qaranglar, mana bu zamonaviy, chiroyli, zo'rmi? Nima bu ko'zi yo'qki bu Yoki- qaydan ko'radi? Ko'zi yo'q deysanmi? Uyda nasiblarga sochli yozib sasib. Yo. Mayli, ko'ramiz. Kengroqqa o'tamizmi? Haykal Yaxshi, uyni oldiga haykal qurish o'ynaymiz, uyni oldiga. Okay, let's go. Bo'ldi. Bu yerni yopib tashlash kerak. Mayli, mana bilan qarab turish bo'lsa, hech bo'lmasa, mana shunday bo'ladi. Qani sal bo'lsa ham. Uyning orqasidan quriryapti. Yaxshi, bemalol. Haykal. Nimani haykalini quramiz? Farqi yo'q, xohlagan haykal. Farqi yo'q. Golem yasaymi? Golem, turishingni qara. Bo'ldi, golem yasaymiz do'stlar. Ajoyib qilib yasayman. Mana bu yerda endi kattaroq qilib mana bu yog'ini qilamiz. Bitgancha bitta chiqarib qilamiz. Menimcha shunday turgandi menimcha. Xo'sh, ajoyib. Tugatib olsam yana videoni yoqaman. Bo'ldi. Bu yog'iga endi tezroq yasash kerak. Xo'sh, yana qanaqasan? Qo'llaring yelkangdan boshlangan. O'zi yelkangdan boshlatdi. Xo'sh. Demak, kallangni ham qilamiz. Endi mana buni qo'yib qo'yamiz. Mana endi sal to'g'riroq bo'ldi. Golemiz. Semiz golem bo'ladi-da bu. Nima quryapti? Ko'rinyapti-ku, nima qilayin, to'g'rimi? Qarayman do'stlar. Ko'ringandan keyin qarayman. Qo'l mana shunday turgandi. To'xtanglar. Uyni ushlab turgan bo'lish kerak golem. Yaxshi. Juda ajoyib qo'ya. Endi bu qo'lini qanaqasiga buni ushlab turgan qilsak bo'ladi. Sal bukib qilib qo'yamiz. O'zi bukilmaydi-ku qo'li. Yo'q, bu qo'lini pastroq qilishimiz kerak edi. O'shanda golemga o'xshaydi. Yana bitta tushiramiz, o'sha qora bilan tushiramiz. Ana endi sal golemga o'xshadi. Kallasi uzunchoq bo'lib qoldi, bilingizlarmi? Yaxshi bo'ladi. Endi bu qo'lini ham mana bunday qilib olamiz. Xo'sh. Bo'ldi, oddiy qilaveramiz do'stlar. Bu bir tarafdan tushiramiz chirmoqlarni. Ana endi qo'lining bu tomonidan tushiramiz. Bo'ldi. Ajoyib. Endi buni ko'zlarini qilish kerak. Endi og'zini qanday qilamiz? Og'iz emas, burun aytgancha. 1 2. Okay. Hozir menda yangicha g'oya bor. Arsecraft ko'rmasligi kerak do'stlar. Do'stlar, juda ajoyib chiqdi bu. Endi buni ham o'rab chiqamiz. Eshikcha qoldirishimiz kerak. Eshikchani umuman boshqacha rang ajralib turadigan qilamiz. Va bu yerdan yo'lakcha hosil qilamiz. Umuman hech kimning xayoliga kelmagandi, to'g'rimi? Endi men shu yerga kelatdani xohlaganini qiladi. Endi uy qilishim mumkin edi, lekin biz haykal qurish o'ynayapmiz. Shuning uchun erkaklardek o'ynaymiz, do'stlar. Arsecraft. Xo'sh, tayyormi? Hozir. Mayli, videoni to'xtatib turaman. Xullas do'stlar, bu yerga keldik. Qani, unda birinchi senikini ko'raman. Ketdiga hozir hayotdan loq olishga, o'zing yergacha kelishga tayyor turman. Uydan. Bu nima bu? Bu Skillet 14 Pro Max. Yehe. Kamoni ham bor, sochchasi eng zo'ri. O'qmi mana bu? Ha, o'q.
Bu nima sochimi? Sochi bu super. Cho'lkasini tikka qilyapti-ku bu. Buyog'i kal cho'lkasini tikka qilyapti. Hozir shunaqasi moda, sen modani qayerdan tushunarding? Mana shu suyakmi? Suyak bu qiltiriq. Umurtqami? Ha, umurtqa suyak. Umurtqa ikkiga ajralgan bo'lmaydi-ku. Bunday sal bir-biriga yaqinroq bo'ladi. Zatto qilingan zatto. Mayli qilingan zatto. Sen o'zing qanaqa ko'rgansan, nima menga aytsan? Ketdi, Chiroyli ketdi. qara. Ana ko'rinyapti-ku o'ziminki. Mana bizniki juda ajoyib, shunchaki Ha, borib ko'raychi. chiroyli. Batma bu, davchi qolsiz. Ko'zlar qara, o'zi qalbi qayralab soladi. Burni katta bo'ladi o'zi. O'zi qo'y mayli, o'zi qo'y qara gapiradi. Aha, bular tushunaman mayli. Nima bu, nima teshik panjarada qarab turadi bu yerda. Bu yer o'zi shunaqa bo'ladi. Ha, bo'ldi, qo'l atroflariga. Okey. Nima bu orqasi yo'q bu? Arqasi o'sha nima? Mayli. Kalasida sochi yo'q, sochi qani? Ko'zlab Zatto. tursin, ikkita ko'zlab tursin. Nima bu ko'zlab tursin? O'ylab chiqmaganki, undan ko'ra boshqa narsa qo'ya. Undan ko'ra mana deb aytib bo'ldi, uch ko'zli megamel bo'ladi, zo'rlash shunda. Juda zo'r. Zatto buni plyus tomoni bor. Mana uydan shunday o'tib ketsa bo'ladi. Juda ajoyib zo'r. Ha bu-chi katta skelet qanaqadir bo'lmag'ir. Odamlar qo'rqadi buni oldiga kelishda. Yo'q. Oyog'ini qara sinib ketadi hozir. Bu oyoqlar toshdan bu. Borku 9 milliard karrali shamolga ham chidaydi bu. Nima deyapsan sen? Buni turishini. O'sib turadi. Senga turishga qara, 8 milliard ko'zli megamiya burun kalla yotdi-ku. Amni turishga Do'stlar, xullas aytinglarchi, kimniki chiroyli chiqdi? Mana meniki juda ham ajoyib, zamonaviy. Bu qishloqi turishi, ko'rasizlarmi? Mayli. Sen mayli uying mayli zo'r chiqdi, lekin men haykalga qarab sengidan katta. Senikin turishini qara, mantiqqa zid umuman. Kallasiga bitta bomba kamonni otay kallasi ichib ketadi, o'zi ham orqa kallasi. Yo'q, ketaman temirdan. Golem qanday kuchli bo'lishini bilasanmi? Bilaman, bu kichkina-ku turishini qarab, qornini qarasingizligini sal qilmaydi. Kichkinaligi hech nima qilmaydi u. Bu yerlar. Mana. Qara. Mana skeletga bir gapiryapsizga. Bas sochi bor bo'ldi. Skeletga qarab bir o'zing. Qoraroq u yana. Zatto eng chiroylisi meniki. Mayli ko'ramiz obunachilar. Kommentlarda yozing, kimning uyi, kimning binosi, haykali chiroyli chiqdi. Tayyormisan? Keyingi raund yo'q bo'ldi. O'zi video juda ham ko'p bo'lib ketdi do'stlar, to'g'rimi? Lekin yana video chiqaraman agar chiqarishimni xohlasangizlar. 10 ta like. Mayli. 20 ta like yig'amiz. O'shanda yana chiqaraman. 20 ta bu kichkina, juda kam. Mayli endi boshlanishiga bo'ladi. Do'stlar, xullas videoyimizga xullas bizga obuna bo'ling, videoyimizga like bosing. Agar shunday qilsangiz, yana video olamiz va siz uchun ajoyib kontentlar chiqara boshlaymiz. Like bosmagan neger. Bunga nima o'ylayapti bu? Qurti bormi buni? Nima o'ylayapti? Helikopter. Yo bu yutqazganiga menimcha alam kelyapti. Xullas izohlarda qoldiring kimniki zo'r bo'lgan. Meniki zo'r bo'ldi. Hammaga xayr do'stlar. Master Shohga obuna bo'ling. Menga obuna bo'linglar, xayr.